Assalomu alaykum go'zalajon, kuninglar yaxshi boshlandimi? Nalichi narsalarimizni ko'rsatib o'tiraman. Hammasi svejiy chiqdi. Kofe cappuccino kecha prямой efirda tayyorlaganim, mazasi вообще бомбезный. Krema undan ham бомбезный. Shunaqa kofe bilan cappuccinoni mazasi kelib turadi. Maza qilib yeb olasizlar. Так, trifleimiz, zavarniy koltsalarimiz и mana shtuchniy limonchellalarim ham chiqdi. Bu safar limonchellarni bugun shtuchniy qildim pirojniy. Mana shu bir kusoki 25 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa olverasizlar. Так, merengovoy rulet. Mana o'rtasi malina. Xohlasanglar yarmini, xohlasanglar 4dan 1. Bu hozir bir kusoki yarmi. Cheez kremli merengovoy rulet bu yoqda. Qaranglar bugun nima chiqazdim. Shunaqa murskoy tematikada vellur покрытияli tort. $. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bugun kimnidir xo'jayini